shahardan uncha uzoq bo'lmagan So'lnishli bozoridan 5 kilometr ichkari kirganda bu suvga kelganmiz. Ikkita yonma-yon aka-ukalar bo'lsa ham, lekin mazza qilib yashashli joy ekan. Mana shu joyimizdan shunda o'rtasidan shunda xohlasanglar devor tortib olsanglar ham bo'ladi. Devorimizni bu yoq beti 607 sotik bo'pti, bu yoq beti 607 sotik. Kadastrlari tayyor holatda turibdi. 15 minutda nominglarga rasmiylashtirib beraman deyaptilar. Narxini sizlar uchun oldindan aytib o'tib ketaman. Bu yoq betdagi hozir binoyimizni ichkarilarini ham ko'rsatib o'tib ketaman sizlar uchun. Narxi 69.900 dollar deyaptilar. Bu yoq tarafdagisini esa 99.000 dollar deyaptilar. Ozgina kelishtiradigan joyimiz bor. Naves qilingan ko'ryapsizlar, alohida darvozalargacha ham qo'yilgan. Binoyimiz ichkarida o'zini alohida 3 ta xonasi bor. Ichkarilarni sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Kirsak, xuddi shunaqa bitta navesimiz, tashqariga mana tepaga ikkinchi etajga chiqishga alohida mansardani ko'rsatib o'tib ketamiz. Chiroyli qilib qo'yishgan ekan. Xo'p, bu yoqda alohida o'zini kotelni xonalari bor. Dushlar ham qilishga sharoit tashab ketishgan ekan. Zinamiz teyinni bemalol hamda kuxunli xona qilib ham bo'ladi. Pianinamizni ham tekinga berib oraman deyaptilar. Kirishimiz bilan 3 ta alohida xonamiz bo'pti. Bu yerda mehmonlar kutsanglar bo'ladi. Ichkarida alohida degan xona, alohida ota-onalar uchun mo'ljallangan yana bitta xonamizni ko'rsanglar bo'ladi. Bu joyimiz narxi 99.000 dollar. Tapchallar qo'yib qo'yishgan, kravatlarni ko'rib turibsizlar. Navesimiz ostida bemalol o'rtoqlaringlar bilan kelib, mana bunaqa nevaralar, jiyanlarni olib kelib, mazza qilib mana yozda cho'milsanglar ham bo'ladi. Naves qilingan oxirgacha alohida o'zini xo'p, kladovka, oshxona oxirida alohida hojatxonalargacha ham qilib qo'ygan ekanlar. Mana bu joyimizni uzun qilib qaranglar, tovuqxona qilib qo'ygan ekanlar. Binomizning orqa tarafida alohida katta joylari ham bor ekan. Mana shu yopib yana bitta uchastka sovorsanglar ham bo'ladi menimcha. Bu yerdan qo'yib boqar ekanlar, agar kelishsanglar mana bu qo'ylarni ham sotib yuboraman deyaptilar ekan. Gaz, suv, svetdan umuman muammo yo'q. Bu birinchi uchastkamiz bo'pti, narxi 99.000 dollar. Ozgina kelishtiradigan joyi bor. Endi yonidagi ikkinchi uchastkamizga o'tamiz. Bu uchastkamizning narxi bittada ko'rsatib o'tib ketaman. Sizlar bilan egasi bitta bu joyimizni. Pastda nomerni olamiz, egasi nomerini aloqaga chiqib, egasi bilan chiroyli baraka qilsanglar bo'ladi. Qaranglar, yashil zonalari bor. To'g'rida alohida litli kuxnya qilingan ekan. Xolodilnik o'sha yerda tandir, o'choq-po'choq hamma narsa tapchallargacha ham oxirida noyob degan tandirlargacha ham qo'yib qo'ygan ekanlar. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Buni ham kadastr alohida, ichkarini mana bu ko'rayotgan binomizda alohida o'zini 3 ta xonasi bor. Konditsionerlar qo'yilgan bu joyimizda. Kirishimiz bilan ko'rib turibsizlar. Mehmonlar kutadigan uzun zalimiz bo'pti. O'zini alohida saunzelar bilan yonida ota-onalar uchun mo'ljallangan alohida bitta spalnimiz, keyin yonida yana bitta xonamizni bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Buni alohida o'zini darvoza xonasi mana bu yerda joylashgan, mana ko'rsanglar bo'ladi. Yoni shunda devor bilan o'ralgan. Ponni aylanasiga. Sizda egalar nomerini yozib qo'yamiz, aloqaga chiqib, o'zingizlar egalari bilan chiroyli baraka qilsanglar bo'ladi. Lokatsiya faqat Telegram kanalimizda bo'pti. O'zingizlar ehtiyot qiling.